U17 Osiyo Kubogi O'zbekistonning yarim finaldagi raqibi aniq bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videorolikdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Saudiya Arabistonida davom etayotgan futbol bo'yicha o'smirlar o'rtasidagi Osiyo Kubogida O'zbekiston terma jamoasining yarim finaldagi raqibi bo'ldi. Koreyslar chorak finalda Indoneziyani yirik 6-0 hisobida taslim etib, yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Ikkinchi yarim final juftligida O'zbekistonga guruh bosqichida imkoniyatni boy bergan mezbon Saudiya Arabistoni Janubiy Koreya bilan kuch sinashadi. Yarim final o'yinlari 17-aprel kuni bo'lib o'tadi. Saudiya Arabistoni Janubiy Koreya bahsi Toshkent vaqti bilan 19:00 da, O'zbekiston Shimoliy Koreya uchrashuvi esa 22:15 da start oladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, shu va shunga o'xshagan yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.